Qadrli qo'ynish qozlari, sizlarga bugun Bangladesh degan variatsiyalardan qilib qo'yganman. Sizlarni zeriktirmaslikka. Ko'p akalarimiz aytdilar, aka ko'rma, qo'lingiz, bu qo'lingiz qayerdasiz? Men har doim joyimdaman. Har doim joyimdaman, quyonxonamdaman. Mehnatda, izlanishda, yangilikda davom etyapman. Quyonchilikni avjida deyish uchun, nimadirlar qilish uchun har doim mehnatdaman. Hozir siz azizlarga flanderchalarni, sotuvdagi flanderchalarni bitta ko'rsataman. Akamiz kutib turibdi, qana ko'rsating aka deb turayotganlar uchun ko'rsataman hozir. Samka flanderchamiz bor, shinshil bor, mana bu. Bismillah. Mana bu yoqda. Hozir shtatifimiz ko'p turibsizmi? Statusi uha 22 plus 23 desang ham bo'ladi, vijdonga to'g'ri kelmaydi. Sizlar 7,5 kilo. Shu shinshilani bolalardan. Erkagi esa samis esa Железо samis. Qirg'izistondan kelgan uha 24, veslari 8 kilolik. Dahshat flanderni bolalaridan qilib qo'yganmiz. Adashmasam, ikkita samka, bitta samis sotiladi. Bitta samischasini akamizga baraka qilganmiz. Ertadan olib ketishlari kerak. Hozir uni esa siz azizlar ko'rsatib o'taman. Bu yoqqa yuraylik, ha. Bismillah. Hoppa. Ko'rib turganlaringizdek, to'plandirchalarimiz. Hozir bularni alohida kadrga olib qo'yaman. Bu quloqchamiz qulog'i tushgan o'zimizda qoladi. Bitta samka, bitta samis sotiladi. Bunisini ham bonus narxlarga qilib berishimiz mumkin. Hozir esa alohida kadr qilib ko'rsataman buni. Bismillah. Bilingizlar qani? Shu mana shu men chiqaman deyapti. Men televizorga oling, meni oling deyapti. Mayli, sadosi o'lmasin. Quyonchamizni sazani o'lmasin deydi-ku. Shu janob. Mana qarangizlar, flanderchalar parametrlari qanday so'raladi. Buni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Quloqlari zo'r, quloqlari orasi ochiq emas, ushlab turishi zo'r. Quyonni misol uchun ko'rganingizda quyon mana shuna holatda yerga chapaq yurib turgan bo'lsa, unda nimadir muammo bor. Quyonchamiz esa aka yo'raman takishdi. Shunaqa deb o'tdi. Sal pastroq bo'lar, chunki quyonni olmayapti meni stabilizatorim. Yerda yeb qo'yamiz. Tutursam, sifat degan. Asta buni joyga qo'yamiz. Qadrli akalar, bitta samka, bitta samis, yana bittasi bonus pul beriladi. O'sha qulog'i tushgani. Qulog'i tushgani nima? U erkagini ishlatsangiz agar geniga ta'sir qilmaydi. Qolojni undan ham zot olaverasiz. Prosta shunchaki sizni buni ko'rganingizda, ha, qulog'i bu unday deb siz misol uchun undan mazza qila olmaysiz. Lekin undan zot olishda qulog'i butunlar bilan bir xil zot olaverasizlar. Unda muammo yo'q. Qarachi shunaqa gaplar. Akalarim, kimga kerak bo'lsa, ikkita samis, bitta samka. Bangladesh uchun. Salomat bo'lasizlar akalarim.